deganlardan kelgan. Buni qarang, aka qo'zini qarang. Dahshatlar, voh, mashalloh. Yuzlariga e'tibor bering, yuzlariga. Mana shu qo'ydi ham aka o'lib qoldi deganda 4,5 million 5 million qo'yishyapti-da. Bugungi partiyamizga akalar yarichkalardan so'ragan akalarimizga urg'ochi variantlardan, zorlardan, maza qilib ko'paytiradigan variantlardan. Qirg'iziston Bishkek kindigidan kelgan arashan qo'ziladi, zo'rlardan kelgan. Assalomu alaykum, Saroyning shaddiy obunachilari, chorvash qo'zlari, qo'yish qo'zlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida trenddagi arzonchi optimchi Bekzodbek ukamiz qo'y fermalaridamiz. Bugun bitta kuniga yakshanba 2-avgust. Xudo xolasa akalar sifati zo'r, narxi zo'r, dahshatlardan chiqadi. Oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yasizlar. Videomizni boshidan bitta like bosib qo'ying, siz uchun zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Bekzodbek, charchamasdan siz obunachilar, assalomu alaykum. Bugun kanalingizga yangimiz aka. Hop, inshaalloh qo'limizdan kelganicha qo'ylar narxini arzon narxda chiqazamiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, hop ko'p kanallarda meni tanishadi aka. Qo'yda hech qachon narxini baland qo'ymayman. Bugun siz kanalingizda ham, hop, kanalingiz uchun yangilik bo'ladi. Bugungi qo'yadigan narximiz juda arzon narxda bo'ladi. Obunachilar bittadan like ni bosib, kanalga obuna bo'lib, hop, shu otangga rahmat deb yozib qo'yasizlar agar narxi sizlarda o'ylagan darajalaringni arzon qo'ysam. Gap yo'q. Bittadan like tirsilatib qo'yasizlar lekin. Gap yo'q. Boshqa liboy odamga bozorlarga solishtirib Liboyga solishtirib qo'yishaveradi. Lekin akalar bozordan ham, boshqa joylardan ham hammada arzon bo'ladi, xudo xolasa. Qirg'izistonda arashan qo'zilardan yorvoraman degan tarozini yorvoradiganlardan kelgan. Buni qarang, aka qo'zini qarang. Dahshatlar, voh, mashalloh. Yuzlariga e'tibor bering, yuzlariga. Mana shu qo'ydi ham aka o'lib qoldi deganda 4,5 million 5 million qo'yishyapti-da. Bir 4,5 million 5 million bozorda ham sotilyapti. Gap yo'q. Endi qarang, bitta shuni shunaqa emas-da aka. Qolganini ham mana ko'ring. Qolgani ham standart aka. Beyda buni soni 24 ta. 24 tasi bir kishini qo'yib bir joyda yurgan aka. Kimda e'tibor bersangiz ham qo'ylarga aka, hop, oyoq qo'llari uzun, oyoqlari baqot kastaklari aka. Eng asosiysi o'zi bo'lsa shunchalik bo'ladi. Eng asosiysi mana bu narsalar hammasi billa yurgan, bitta cho'ponni, bitta qo'ton qo'yi. Xudo xolasa olib qo'ysangiz suzishmaydi, netmaydi, dahshat bo'lib katta bo'laveradi. Yana bitta asosiy narsasi bir chimdim o'tga to'yadi. Haligi katta qo'chqorlarga yemni bosib berish kerak. Mana bu narsani olib turib ozmozdan yeb berib tursangiz, aka yana bir narsada qarang. Hop, mana shu qo'ylarim bor-ku, 10 oylik atrofida qo'y bilan solishib qo'yaveradi. Xudo xolasa. Chunki 6 oylik, 7 oylik qo'zi bo'lsa ham, hop, 3 oy oldinda yuradigan qo'yda. Nimaga deydigan bo'lsangiz, yosh oyligiga qaraganda oyoq qo'llari uzun, hop, oyoqlari baquvvat, kallalari ham chiroyli. Eng bir narsasiga e'tibor berasiz. Qo'ylar hammasi kamjun aka. Kamjun. Nega shosam e'tibor berdingizmi? Qo'ylar hammasi kamjun. Haligi qo'ydi yaxshisi kamjun bo'ladi-da. Sejuni yaxshi qo'y bo'lmaydi. Mana hammasi kamjun. Son 22 boshmidi? 24 bosh aka. 24 bosh. Yosh oyligi? Hop, yosh oyligini 6-7 oylikka beraman. 6-7 yerdan balandlik 70-75 ga beraman. 70-75 bo'ylari 6-7 oylik atrofida dastavkasini qayergacha qilib beramiz? Dastavkasi Samarqandgacha tekin aka. Samarqandgacha tekin akalar 100 kg, 150 kg, 200 kggacha xudo xolasa tarozini buzadi. Bo'yi ham 1 metrga chiqib ketadi. Qirg'izistonda qo'yini boqqan odamlar juda yaxshi biladi. Qo'chqorlari 1 metrga chiqadi, sog'liqlari 90 sm bo'lib, o'sha haligini yorvoradi. Dahshat narsa bo'ladi. Bekzodbek, mana shularda bozorda 4,5 sotyapti. Siz bozor narx qo'ymaysiz, 4 pastida qo'yib berasiz, xudo xolasa. Aka, endi sotgan sotadi, to'g'ri. Endi bizda bunday narsa, men optim olib kelaman, kerak bo'lsa bozorga olib sotadiganlarga ham beraman. Aka, bunday narsa qarang. 4,5 sotilayotgan bo'lsa, aka 4 million 200 ming so'm desam bo'ladi aka. 4 million so'm desam ham hanib turing. 4 million 200 ming sotsam ham qo'yim arziydi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, qo'y shunga mana shu pulga talabga javob beradigan qo'y aka. Lekin insonmiz, ko'p foydani mo'ljallamaymiz. Oz qilib, aka sekin ko'paytirgan yaxshi. Birdaniga cho'ntamiz to'lib qolsa ham aka ishlashga shashilib qolamiz. Sekin to'lsa aka, uni sekin ishlasa joyiga ishlaydi, to'g'rimi? Hop, qarang, buni bir joyda olaman deganga 4 million 200 ming emas aka. 4 million emas. 3 million 900 ham emas aka. Endi qarang, otangga rahmat deb qo'ysin. Eng arzoni 4 million sotilyapti.
3 milyon 800 ming so'mdan 24 tasini olganga, ichidan bittami, ikkitami, 5tami, 10tami tanlaganga 3 milyon 900 mingdan mana rasprodaja. Barakasini bersin. 3 milyon 800 dan. 3 milyon 800 dan bizda shunday arzon bo'ladi. Gap yo'q. Akalar, yangiligim uchun eski bo'lsa ham, yangi bo'lsa ham mendan faqat arzon qo'yib chiqadi. Bittadan otanga rahmat yozib qo'ysin, kanalga ham obuna bo'lib qo'ysin aka. Bozorlarni bemalol ko'ring. Bozorlarni videosini ham qo'yganmiz akalar. Bozorda to'g'risini ichkira 4,5 million deyapman shuni. 4,5 million so'm ketgan narsani mana sizlarga 3 million 800 ming so'mdan rasprodaja mana shuni aytib kerak. Metrga chiqadi, qaytaraman. Baholasa boqsangiz. U yoq Allohdan boqishingizga ham bog'liq. Baholasa kilasi ham tarozini yoradigan 150 kilo, bo'lmadi deganda 150 kilo bo'ladi. Aka, yana bir narsa, buni bir joyda sotamiz deb, hop oyoqtiramiz. Bitta qo'yga dastlabga qilib bera olmayman, kelsa uyimga. O'sha bitta qo'yni ham sotaveraman. Lekin dastlabga qilib bera olmayman aka. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta, 2 ta oladigan akalarimiz ham qo'rqmay telefon qilishaversin aka. Nimagaki, maqsadim sotish. Naborot, maydalab sotsam yaxshi puldan sotaman aka. Izotbek dastlabga qilib berasiz, kelishilgan holda. Bo'ldi, dastlabga qilib beraman. Yana bir narsa, maydalab sotsam yaxshi puldan sotaman dedim-mi hozir, ha? 100 ming oshirib sotaman, xolos shunda ham. Tanlab olish 100 ming plyus, optomagenga 3 million 800 da. 10 ta olsa Samarqandgacha. Qo'yanim yo'q, qarang tanlab olishni ham. Mana odamning qadriga yetsa, xohlasa men qo'yni narxini arzon qilib beraman. Dastlabkalarni 10 ta olsa Samarqandgacha. Bor aka, dastlabka. 5 ta olsa Toshkentgacha. Bitta olsa Vodiy bo'ylab. Mayli, bitta olsa ham aka, qilib beraveraman, bo'pti, Vodiy bo'ylab. Endi bitta bo'lmasa sekin-sekin tugab ketadi. Asli O'zbekiston bo'ylab bor kelishilgan holda. 24 ga 7 aloqaga chiqarasizlar. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham Max programmalari bor. Bemalol o'ylanmasdan mana shu nomer saqlanib qilsangiz ekranda olsangiz nomerda Max programmasi bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa vaqt cho'zmaymiz, keyingi partiyamizga navbat beramiz. Eslatib o'taman, 24 ga 7. Bemalol yarim kechasi ko'rayotgan bo'lsangiz ham telefon qilavering. Xudo xolasa narxi arzon bo'ldi. Keyingi partiyamizga akalar yarichkalardan so'ragan aka-ukalarimizga urg'ochi variantlardan, zorlardan, maza qilib ko'paytiradigan variantlardan, qo'chqorni bitta gigantdan qo'shib qo'yib turib, bir 2 oydan keyin qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Ha, buni aka 2-3 oydan keyin qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Ichida 3 ta qo'chqori bor, 7 ta sovliq aka. Soni 10 dona, bir pachka. Bir kishiga beraman deb qolasiz. 3 ta qo'chqor, 7 ta sovliq, 10 bosh, o'pshi hammasi. 10 bosh aka. 10 bosh dahshatlardan ekan. Mana aka, katta. 10 bittami 10 ta? 10 bitta ekan aka. 10 bitta. Mana qo'chqor. Mana 8 ta sovliq aka mana. Dahshatdan Qo'chqor bittasi shu aka. Mana ko'rdingiz-a? O'zi to'laydigandan mana. Yana bitta qo'chqorlar. O'zi mana dumbadan to'lashga kelgan. Agalar qo'zini pishganini shundan bilsa bo'ladi. Dumba tarafdan to'laydi. Bu aka mana 3-chi mana aka. Qo'chqorlar dahshat ekan lekin boru. Mana 3-chi qo'chqori bu. Ha, bitta qo'chqorni shu ko'rsatib qo'ydim. Tavsiya qilib qolaman aka-ukalar. Ulgurib qolinglar. To'g'ri sotilib ketib qolyapti. O'tgan safar ham chiqardik. Sirazi telefon qilsam sotilib ketib qolibdi. Bir ikkita aka-ukalarimiz so'rashgandi. Menga ham kerak deyishgandi. Telefon qildim men o'zim ham. Sotilib ketib qolibdi. O'shanga akalar nechida ko'rayotgan bo'lsangiz ham soat 12:30 kechasi 1da ko'ryapsizmi? Sirazi telefon qiling. Sotilib ketib qolishi mumkin. Tezroq telefon qilaverasizlar. Hop, soni 10 bitta, 7-siga sinovi bor-a? Sinovi bor, xotirjam bor aka. Qancha sinov? Bitta mashina o'tkazib ko'rib olsa ham bo'lar mana mashina aka sonni ham mana qara. Bag'da bitta mana, 2 ta, 3 ta mana. Lekin bitta o'tib qo'ydi, umuman maydasi yo'q ichida aka. Hammasi bir xilda mana. Ko'rdingizmi mana? Sonni ham sanab oshiradi, behijob. Mana shu 10 bittasi xudo xolasa 8 ta sovliq, hop 3 tasi qo'chqor aka. Necha oylik atrofida? Bularda aka 6-7 oylikka beramiz. 6-7 oylik atrofida. Hop, bir haftasini bor, bemalol uyingizga borgandan keyin yedisini ko'rib olasiz. Yemasa, ichmasa asli bu holatga kelmaydi. Hop, Dastlabkasi aka, hop, Samarqandgacha tekin. Xudo xolasa Samarqandgacha besplatni kirib boradi. Hammasini olib qo'ysangiz 10 dona ekan, bitta olib qo'ying, xudo xolasa. 10 bitta. 10 bitta deya, o'zi adashibman. 11 donani bitta olib qo'ying, maza qilasiz. Narigi partiyalar bilan qo'shib bitta olib qo'ysangiz, xudo xolasa hammasini olib qo'ysangiz, chiroyli qilib o'tib berishadi. Gilam desa aka, bu qo'yni sovlig'ini to'lib kelishni o'zi oson emas. Asli O'zlari ham bilishadi. Ayniqsa mana bunaqa yosh sovliqda yarichkani topib kelish. Instagramda ham, YouTube'da ham bu qo'y aka juda kam chiqadi buni sovlig'i. Mana bizga kelib qoldi aka, buni ham narxini 4,5 million qo'ymaymiz aka. Hop, 4 milliondan 10 bittasini bir joyda beraman. Bo'ladigan sena, bo'ladigan narxi aka. 4 million so'm. Hech qancha foyda qilmaydi menga. 4 million so'mdan ichida 3 ta sovliq, 8 ta qo'chqorini mana aka, doim barakasi menga son 10 bitta aka. Hammasini monopartiya bilan bundan oldingi partiyani ham bitta olib qo'ysa, chiroyli qilib dadil o'tib beradi. O'tib beraman, bo'ldi aka. Kecha o'tib. Barakasini bersin gap. Bitta qolsa.
Hop, ichidan tanlab olish 4 million 100 mingdan. Hop, ajratib 2 ta, 3 ta, 4 ta ham sotaveramiz aka. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa zo'r narx bo'lyapti. Mana bu narsani yarichgani bu narxda bermaydi. 4,5 million so'm sotyapti buni ham. Aloqaga chiqarasizlar. Bo'lmasa videolarimizni yakunladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Aloqaga chiqarasizlar aka-ukalar.